Diqqat, ogoh bo'ling. Dollar, yevro va rubl borlarga muhim xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 4-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 36.04 so'mga oshdi va 11.970.68 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 6.06 so'mga ko'tarildi va 13.902.75 so'm etib belgilandi. Rossiyaning rubli esa 0.96 so'mga pasaydi va 163.18 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video rolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.